Qara av bulutqa ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Nimancha tez mangdi? Shamolda tez ketayotgan bo'lishi mumkin. Nada shamol bor? Qiziq gap qilib ketsa. Pastda shamol bo'lmagan bilan osmonda bor. Bultur taqqa chiqqanda tag'ning beshidagi yiliq tosh esingda bormi? O'ltirgan odamga o'xshaydigan tosh qo'li bilan yasaqli bo'lmas balkim. Nurg'un yillarning o'tishi bilan balkim shunday shaklga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Biroq birning demak tas. Adash, bir ishqi bek ichim pushib ketyapti. Nemishqa? Oyshamning erga tegib ketganlik uchun menni ichinaman. Hamman qilgan uning dadasining xurofiligi. Agar uning o'rnida men bo'lgan bo'lsam, o'zimni daryoga tashlagan bo'lardim. Har qanday odamning beshiga undaq qish kelganda nima qilishni bilmay qoladi adash. Dadasi undaq qilmagan bo'lsa, biz bilan birga kitob o'qigan bo'lardi. Shu emasmi? O'zim chiroyli qiz edi. Yura adash, zamonda dala saqlab ketmasin. Tezroq mangayli. Ejib kep bulamidi odamni zeriktirib. Shu, men bilamadim. Aldirmay kelsakcha. Ay, adash, qo'lingdagini ikila, pasalayli. Kilamda, kemmamda. Kilidi, kemmaydi, kilidi, kemmaydi, kemmaydi, kilidi, kemmaydi, kilidi, kemmaydi. Kemmaydi qaqshimanda. Kemiz qanday qilamiz? Shu emasmi? Qanday qilamiz? Ejib yog'lig'ing jim turmaydi-ku adash. Uy. Joyda turdi-ku, pek oldi qilyapmigina. Bo'ldilar. Nimada kelmaydiganda bular? Shu emasmi odamni saqlatib. Qanaqa ahvolinglar? Odam nechib qo'rqatdinglar? Qo'rqib ketdingizmi? Qo'rqitqili kelgandan keyin shu uzoq keldi. Qo'rqib keldi texi. Ishning yoqi biz bek saqlab ketdik. Ishning yoqi? Ha. Sizlarni saqlatmay vaqtida biz sizlarni xeyr saqlagan. Sizlarni saqlab yiqinglar. 3 yil o'tibdi-da bular. Shu emasmi? Chaqchaq qilsak bilmay qapsizlar-da. Shunday. Shu emasmi? Bo'ldi, talashmaydi. Yuringlar. Yuringlar, aylaylik. Asta, nimandaq kelmaydigan odamni saqlab, ijib saqlatdi odamni. Nimandaq kelmaydigan-da. Nimandaq qildi ular? Keshib ketadigan bo'ldi. Qanday qilamiz? Opamni qopib ketadigan bo'ldi. Texchi mamdinglarmi? Qanday balla bu? Texchi kelmaydigan. Nurzatning uyida eshak bo'lgan bilan harbi yo'q, shun kep bulamayotganda. Yo'q, odamni saqlab nima kepdi? Bo'ldi, ketaveringlar. Qanday balalar bu? Odamni saqlatib. Ular kelimiz demagan bo'lsa, biz allaqachon ketib bo'lardik. Hay, ular keldi. Qara, ular keldi. Assalomu alaykum. Qanday ahvolinglar? Tinchlikmi? Ishqinglar akirib qo'yg'ich, biringlar akirib qo'ysanglar bo'lmamdi. Nursat, sizlar akirib o'tinglar bo'ldi. Bo'ldi, samandim. Sizlar akirib qo'ying o'g'lim. Bo'ldi, qilinglarchi, har ishkini akirib qo'ydi.
Yaxshi. Yaxshimsizlar. Chiqinglar, namangdinglar. Anam og'rib qopti ekan. Shundaq muallim. Ishqimiz birga chiqib ko'rib kiraylik degan. Biringlar chiqsanglar bo'lmamdi. Birga chiqib kechdi birga qaytib kelamiz. Amisa kechda burunroq qaytib kelinglar. Ma'qul muallim. Ma'qul. Xo'sh. Qashqayuli izavat şikasılar kanavat yarım bilen bir bolsam benim bakmamken görüşen Akıdı deryaları Allah geldi. Assalomu alaykum. Qanday ahvolinglar? Qanaqa ahvolinglar? Biz sizlarni bekla saqlab ketdik-ku. Yuringlar. Nalaga badam qizim uy yo'q odamdek. Baydat qo'yib ketdim-ku, daryo bo'yiq barimiz deb. Odam kunduz bosim qo'qis keldigan yorliqdan qo'rqmadinglarmi? Ikkimizlar emas, Samandinlarmi ba? Kimlar? Samandin bilan Nurzat. U yer nimalarni qildinglar? Qiziq gap qiladi ekansan ana. Nimani qilatdik? To'qayliqlarni arladik, beliq tutib kab qilib yedik shu. Yana nimalarni qildinglar? Ajab so'rab berdi ekansan ana. Daryo bo'yiq borgan odam yana nima qiladi? Rahmat sizga. Qaysi shuda. So'rab baqayli. Assalomu alaykum. Qadriyaning uyi qaysida? Mushi shu. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qani uy kiringlar. Yuqorga o'tinglar. Qani. O'tinglar. Sizlar biz Qadriya bilan Saviyani o'qituvchisi. Ular bormidi? Ko'rinmaydi-ku. Bor. Ular do'stlarnikiga chiqib ketgan. Hali qaytib keldi. Qani, choy qilib yiqinglar. Qani. Elinglar, masak eling. Qani. Malimizdan jigitlar qil sho'xlashamas. Ko'zini yalg'adirib o'zingni qisib qo'ysang bo'lmadi. Avval sen qisqa endi men seni do'rab qisay. Voy, taxtiyar malimlar ketdi-ku. Malimlar ketdi. Yaxshimisizlar? 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 Sizlar bahozir o'ltirib qaranglar. Men chiqib tomoq qilay. Qanday yaxshilansizlar? Sizlarning kelishinglarni o'ylab baqmabdik. Kimki deb o'ylab qolgandinglar? Savol boshlamikin deb o'ylab qoldik. Savol dishinglar kelsa bo'ladi ekan. Biz kelsak bo'lmamdi ekan? Yo'qay, undaq emas.
Ama sen nima deganingiz bu? Odam to'limi ehtiyojchan bo'lib ketsa, deydigan gapini topolmaydigan titrgak bo'lib qoladi. Sizlar o'tirib turinglar, men chiqib opamga yordamlashay. Bo'ladi. Bo'ldi. Tamoqni kechlayli. Ol bilan bizni maqtagan daryo bo'yiga To'qayliqqa borsanglar bo'ldi. Opam nima ish qilyapti, men chiqib qarab boqay. Qanday? Sizlar yaxshi turgansizlar? Yaxshi turgansiz, ha? Hey, bu yoqqa kelaqam. Ha? Siz berib zamondan akash bilan Nurzat akashga deb qo'ying, bizni yo'l bo'yida saqlab tursin. Ha? Tez qilacha. Sizlarga keng sayni ko'rsatib kelaylik. Bo'ladi. Alsaq u yer chiroyli ekan, ha? Ha, bek chiroyli. Sizlarga chiqim yaraydi. Bu yerning havosi bek yaxshi ekan, ha? Bu yer garchi shahardek chiroyli bo'lmasa-mu, lekin havosi bek yaxshi. Shunday havosi yaxshi ekan. Qarash. O'shaladigan payt kapti. Qani qaysi tarafda? Oldimizdami? Hey, ular ketdi. Qara. Bu nima ish endi? Saqlab ketdinglarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Teshikma. Teshikdinglarmi? Muallim bulan tondinglarmi? Bular bizning do'stlarimiz tonigansizlar. Bir yet ko'rganda qilaman. Bizlikka bora yeb shamol kekirdigan sahroliklar. Endi tonigansizlar? Bo'ldilar. Berib to'qayliqlarni aylanib kelaylik. Yuringlar. Yuringlar. Yura. Mana bu bizning sayohat rayonimiz. Mishsha. Qadriya bilan Sabihaning yuzini qilaylik. Ular bizni xafa bo'lib qolsin. Muallim Adash, bugun fursat kelganda. Lekin men hamma kun o'shaman. Chiroyli ekan, ha? To'xtab turinglar. Qo'sh kishi bir yer o'ynaysin. Biz o yer o'ynaylik. Unda qasab bo'lmasmi, muallim? Yuringlar. Biz birga o'ynaylik. Birga o'ynaylik. Yuramiz. Yana bir kun tursanglar bo'ladi. Xapolmay qaytasizlar. Sizlar yaxshi o'yin tanladik. Sizlar qaytam chiqim yaxshi o'yin qilamiz. Bo'ldi, biz qaytaylik. Xo'sh. Ma'qul xashamsa. Ma'qul xo'sh. Xo'sh. Kulini so'rib ketgan mamlakat yo'q. Dunyoda izlanib yurgan yo'g'onchilikni bilmasa. Hamma odamning aybi bo'ladi. Tushunasizmi? Balan, yeliqi mualliminglar nima chiqibdi? Sahrani ko'rib o'yiniga chiqqan o'xshaydi. O'zdirg'oslarni yo'qlab chiqdik deydi. Qayerlik bolalar u? Ishkili shaharlik. Sizlarga ma'lum bo'ldi, nelar o'qigankin ular? Nima deydigansan ana? Bizdan 6-7 yosh cho'ng. To'liq o'tir maktabni bitirib, universitetda 5 yil o'qigan tursa. Amsa o'yinib bo'pti-da. Yaxtaxi, qo'ltir ta'tilni tugatib kelsak, yangidan taqsim qilinib ketdik.
Xeyli adabli bolalardek qiladi. Meni ko'rib qo'llarini ko'ksiga qo'yib salom qilishib ketdi dedi. Ularning xeyli bilimi bor, shu tarafdan hurmatga loyiq. Ham Urumchida xeyli ishlarni ko'ygandek qiladi. Agar bir yo'llarda mangandek qiladi. Ha. Acab qo'qitib etdingiz qizim. Voy, apa, bugun senda xo'shalg'i. Albatta, xo'shal bo'laman-da. Xo'sh, bo'g'riq nemish bo'ldi? Mualliming sizni izlab ketdi emasmi, qizim? Voy, izlab kelsin bo'ladi. Muallim degan hamma bolalarning uyiga kelmaydi. Sizni yaxshi ko'rgashga kelgan. Voy, jan bo'ldi qila, apa. Ular bekor kelmaydi, yegili, ishkili, o'ynag'ili keldi shu. Bundan boshqa qizim, hozir degan to'qchilik jahon hech nima bo'lmaydi. Voy, bo'ldi, apa. Sen bilan gap talashqich kitobni o'qiychi. Ha, yaxshi bo'ldi qizim. Kirib, chiriqlaringizni ishla. Ma'qul, kitobni o'qing. Kirib ketdim, apa? Ha, ma'qul qiz. Sabiha bilan Qadriyaning o'qituvchisi nima deb izlab chiqadi? Ular yurayotgan diye. Agar ular yurayotgan bo'lsa, ular chiqqanda bizni chaqirib olmagan bo'ladi. Qopig'imning tirilib, chiroyimning o'zgarib ketganini o'zimni sezmayapman. Shundan qaraganda Qadriyani yaxshi ko'rib qoptiman. Qadriya o'qish tugasa shaharda qolib qolarmi yoki ishkir o'lkalarda davomli o'qishga ketami? Men sepi o'zidan dehqon bo'lib ketdim. Mush ahvolimda u qizga muhabbatdan so'z ochqili bo'larmi? Ikkimizning o'rtamizda bir xil sepil paydo bo'lib qoldi. O'zi meni o'zidan tang ko'rdi, hurmat qiladi, tamanno qilmaydi. Meni muhabbatimning qo'zg'alishi shundanmi? Nurzat menga nisbatan qanday tuyg'udidir? Muhabbat hisi uyg'onmaganmidi? Agar uyg'onganligini his qilsamlar, gapni o'zim ochaman. Yaqin odamlarning do'stlik hissiyoti bilan muhabbat hissiyotini ayirmoq tasga. Adaş. Qadriyalar ketgili bir oydan oshdi. Hajab kelmaydi-ku. Ansirmagin adash. İmtihon vaqti yiqilishib qoldi emasmi? Balkim shuni qoldirashdi. Undaq bo'lsa-ku mayli. Men boshqacha o'ylab kelyapman. Boshqacha o'ylama. İmtihonga tayyorlik qilyotgandi. Menimcha ular bizga ishonmayotdi, adash. Urumchidagi o'yin tomoshlarimizdan xabar topgan bo'lishi mumkin. Biz xeyli qizlarni indakka keltirgan edik. Nima bo'lib ketdi kintan? Bu qizlarni keltirmak hajab tasqib tushyapti. Qizlar ko'proq yurgan odam bilan oqibatli bo'lishni o'ylaydi. Shunlashqa yurgan odami o'ziga sodiq, samimiy bo'lishni qattiq surishtirdi. Bu qizlar bizdan o'ynab tashlab etish yomon niyatimizning yo'qligini bilmayotdi. 10 soat jandaydi. Bu sakrarliklarning xeyli holi bor ekan, juma. Ikkisi haqiqatan yaxshi qizlar ekan. Adash, biz o'qituvchi, oliy maktab o'qib kelgan. Chiroy shaklimiz mo yomon emas. Shundoq turuqliq. Ular bizga toza berilmayotdi. Bugun hamma gapni aniq aytish qaroriga keldim. Sizlar bizning Urumchidagi ishlarimizdan xabar topgansizlar? Qaysi ishingizni da'vatsiz? Hech tushunmadim. Yo'q, sizlar xabar topdinglar. Bizning deganingiznimi, ishlarimizni deganingiznimi? Hech tushunmadim. Nima deganingiz u? Baxtiyor ikkimizning turmush masalasi, qizlar bilan yurish masalasida
o'tkazgan savalligimizni davatman. Ha, mundaq danga, mundaq ishlaringizmi bormidi? Sizning oldingizda o'zimni tekshirmoqchiman. Mening oldimda o'zingizni tekshirsangiz toza muvofiq bo'lmasmikin, muallim? Odam yoshligida o'zini bilmay qoladi ekan. O'rimchiga borgan odam u yerdagi ongliqlik, erkinlikni ko'rib, yugansiz otga o'xshab qoldi ekan. Xuddi dengimi, paskimi, udilkaga yegi chapqandek, eski ko'chalarga kirdik. Qing'irmi dasidiq. Oxiri burnimizga yeb, ochiq saboq ega bo'ldik. Yuragimdagi gapni dey. Men sizni nihoyat muvofiq ko'rdim. Bu gapni men sizga nihoyat testi davatman. Buni bilamsiz. Nim davatsiz, muallim? Siz o'qituvchi, men o'quvchi. Ikkimizning o'rtasida egiz tamba. Buni esingizdan chiqarmasligingiz kerak. Men Qaran Qadriya, men sizdan javob berishingizni umid qilaman. Amisi javobim shu. Men tek 1 yil o'qishim kerak. O'qishni tugatgandan keyin 2 yil xizmat qilaman. Undan keyin bundaq ishlarni o'ylashiman. Bu sizning o'qishingizga, xizmatingizga ta'sir qiladigan ish emas-ku. Mening qarorim shu, muallim. Xo'sh. Nim tomoq yesak bo'la. Sen nima yeysan? Nim bo'lsa o'xshash. Men qarab ixtiyor. Har qancha sap, pak bo'lsa-mu, uni tanlig'imdan kechdim. Yo'q, men kechamayman. O'g'il bola irodasidan yonmasla maqsadiga yetalaydi. Sen yanmasan yanma. Men bundan yandim. Bundaq qilsang bo'lmaydi, adash. Moshundaqla voz kechamsa, adash. Kechaman. Adash, ular hozirgacha imtihon beryotdi. U tuga. Lekin xizmat taqsimoti qanday qo'la? Necha kundan beri mening kallamga mushu o'y kirib oldi. O'qish bitirish anketimizga o'zimizning yesiga boramiz deb yozamiz degan. Shuningga qarami? Qarshi mumkin. Biroq odamni qo'rqtirgan bir ish bor. Nima ish? U bo'lsa-mu ehtiyoj. Bundaq ehtiyojlik bo'lib qoldi deb boshqa yerga taqsim qilib olsa, hech nima degil bo'lmaydi. Boshqa yoqlarga yo'tkilib kelsa, ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq deb qolarmikin deb pek ansirayman, adash. Adash, Nurzatlar bizning chiqmayotganimizdan qandoq o'ylab qolgandi? Bizning imtihon berayotganligimizni biladi. Bizning taqsimotimizni qandoq bo'lib ketadi deb o'ylayotganda, taqsimotimizni boshqa yerga bilmas qandoq qilamiz, adash? Qat'iy unmaymiz. Undaq bo'lmaydi. Ularni qat'iy unmaschi. Ular unchalik qilib ketmaydi. Chunki biz shaharda qolamiz demadik. Yezib bormiz davatimiz. Agar bizni boshqa yerga bilvasa, Nurzatlar bilan zamondan o'ladijimi? Bizchi bizga ig'ir keladi. Sahroyimizni tazim seg'indik. Saram. Saram deysan-ku. Akşam Nurzat nima ish qilayotganda deb so'rayotgan-ku. Bizmi qiziq. Hech nimadan hech nima yo'q. Nimandaq gaplarni qilib ketibmiz. Hech nimadan hech nima yo'q deyotamsan. Of, ajab yerib ketdim. Voy, to'liq beshim og'rib ketdi. Makir ketdim-a? Nima qildim? Hey, biz ko'rib baqaylik. Voy, tayim yo'qkan-ku. Jira bo'ldi, sinfga kirib ketdi. Jira. Sinfga kirib ketamiz, o'qiylik. Sabiya, o'qish tugatdingiz. O'qituvchi bo'lish oldida tursiz. Maktabga tizimlatib qo'yay. Tizimlatib qo'ysamlar sizni cho'qim xizmatga oladi. Shu bo'lmasa shahardagi boshqa maktabga kelib qoladi. O'ylash beqa. Sizga o'xshash universitetni bitirganlar aqaqidan kelyapsa, meningdek o'tir texnikumni bitirganlar nima qiladi? Sahroyi qiyomat degan gap bor. Sahroda mangu to'p kechib yurmoqchimi? Mahallaning to'pchanlari ish parpiraydi. Nimandaq ahmoqlarga gap qilasiz? O'zining tug'ilgan yesidan mehrni o'zamagan odam sizningcha ahmoq bo'ladi ekanda? Ahmoq bo'lmay. Shahar degan shaharda, yez degan yezda. Shahar degan cho'ng tursa. Mayli, men shundaq to'piga maraq.
Sakraning to'pchonlari to'p puraydi demak, heliq sakraliklar ish puraydi da. To'g'ri, nayt ziyrakkansiz apandim. Gaplarim ig'ri ketgan bo'lsa, apo qiling, men chiqay. Yaxshimisizlar qizlar? Yaxshimisiz? Xizmat taqsimotinglar qanday bo'lib ketdi? Maktab taqsimotini ishlayotdi. Shuninggacha biz damab kelaylik deb chiqishimiz. Yaxshi bo'pti. Esinglarda bo'lsin. Biz sizlarga bakma ehtiyojliq. Sizlarning kelishinglarni ko'p ko'z bilan kutyapmiz. Opanglarga aytib qo'ygan. Qavringlar bormi? Bizmi o'z yuzimizga kelib xizmat qilishni bakma arzu qilamiz. Shunda ankitlanim toshqis bo'ldik emasmi? Chiqim o'zimizning yuzimizga kelib xizmat qilamiz. Biz to'liq o'rta sinf ochmoqchimiz. Biroq sizlarda kasbiy maktablarni bitirgan o'qituvchilar nihoyatda oz. Qiyinchiligimizmi og'ir. Boshqa yerga taqsim qilib qo'ysa bizning ilojimiz yo'q-da, mudir. Yo'q deb unimanglar. Cho'qim yuzimizga boramiz desanglar, ular xushallik bilan taqsim qiladi. Qo'ydik. Bizning o'z yuzimizda xizmat qilg'imiz bor. Hargiz boshqa yerga bormaymiz. Yaraysizlar qizlarim, yaraysizlar. Bizning yuzidami ziyolilar ko'paysa, nodonligimiz tugisa, yaxshi emasmi qizlarim? Shundaqmi? Bizmi shunday o'ylaymiz. O'z yuzimizga qat'iy boramiz deb turib oldik. Yaxshi debsizlar. Model, biz nima beramiz? Ana. Voy. Canım qizim, qanday ahvoling, yaxshi turdingmi? Yaxshi. Peshamon qaytib keldingmi, qizim? Qani o'ltir. Ma'qul. Qizim, endi hodig'im chiqdi ham bo'ldi. Mening ishimlar tugdimi? Ha, tugdi. Tushib qopti qizim. Lag'man etib beraymi yoki boshqa tomoq yeging bormi? Yo'q, ana, uyning lag'manini shunday seg'inib ketdim. Sizlarni taqsim qilgandek turdi. Nega bo'ladi, mushiyaga? Mush yiz maktabigimi? Ha. Ana, hamma yerdagi maktab o'xshashqa yiz maktab bo'lsa nima bo'pti? Shaharda ishlasang yaxshi bo'ladi, qizim. Kambag'al bo'lsangmi, tirishib shahar talash deydigan gap bor emasmi? Shahar talashib nima ish qilaman? Deganlarimni qulog'ingda tutmoqsan-da. Yezimizning nurg'un bolalari bizga qarab turib yetibdi. Mudir bilan ko'rishib qoldik. Bizga shunchalik ehtiyojli ekan. Bira amal qilib shaharda qilib qol qizim. Nayda ishlasangmi mayli? Shaharga nima deb qiziqib qolding ana? Hay, jenim bolam. Shaharda qolsang menmi ko'chib kelib, shu yerda bilib tursak deyman. Ular bizni saqlab toza qilishadigan bo'ldi. Qara, kep bo'pti. Hay! Hey, adash, qara, ular keldi. Assalomu alaykum. Chiqma. Chiqma. Sizlarni bek uzun saqlab ketdik. Yo, sizlar kelmaysizlar. Shu emasmi? Imtihon tugagandan biz kunda ko'rishib tura Yurma, olamiz. aylanib kelaylik. Ma'qul. Biz oyoqqa boraylik. Sizni bek seg'inib ketdim. Yolg'on so'zlamang. Sizlarni toza saqlab tutdik-a? Hey, bu imtihoninglarmi toza uzoqda ilindi, ha? Shunday mamsiz. Bizmi shunda Sizni taqozo bek seg'inib ketdim. Bo'ldi qiling, adamni xijil qilmay. Rastavatima, sumbul chashlaringizni. Qushlar nima sayraydi? Qo'shalaq sayraydi. Bizchi? Bizmi qo'shaldi?
Nimaga xo'shal bo'lyapsiz? Bir qismali ko'rinsiz-ku qizim. Nim bo'ldi sizga? Nim bo'ladi, cho'ng opa. Yana shu Qadriyaning g'ami. Qadriya degan aqlli qiz, nimaga ansiraysiz? Meningda qismatga qolmag'aydi deb qo'rqaman. Kim biladi, kimning o'tpiraqiga tushdi u? Qizingiz har ishni o'ylab qiladigan qiz. O'qishni tugatdi, o'z yo'lini o'z tepib mangdi. Siz-chi qizim, endi o'zingizni o'ylang. Dunyodan mushundoq tikandek yolg'iz o'tib ketamsiz. Yolg'izlikqa o'ginib qopdiman. Birasini ko'nglimga sig'dira oladigandak emas. Uy tutmagan odamdakli gap qilsiz-ku. Rost ana. Yuragimni tonshab baqdim, zotli maylim yo'q. Toza cho'nqur o'ylamayapsiz. Yoshlik degan yaqin suvdek o'tib ketadi. Og'riqsiloq o'lim yetim bu emasmi bolam? Qayrg'anda qayri tatuq, qiliq ondan ortiq degandek, endi Qadriyaning oldida satdesizlar. Bo'pti amsa. Aman bir kun o'ylab qolasiz. Bir iloj qilib, mushiyaga taqsim qilinib kel qizim. 3 yil ayrilib turganimizmi yetdi. Yotoqlarda yetib qolib ishlamsan, hammasi o'xshash maktab. Xotirjam bo'lgan opa, chiqim shunday qilman. Boshqa yo'l bilmas, hargiz unmayman. Taqsim qilgan ishinglar hal bo'ldimi? Yo'q, texi. Nimishqa? Demek turinglar, biz o'ylashib natijalarga qarab bir ish qilamiz deydi. Yaxshi o'qidim deb atatding-ku qizim. Endi nayiga ep qala? Nayiga ep qasman unmayman. Nima deganing bu? Seni yolg'iz tashlab qo'yamdim. Filmi yo'g'on qo'rada 3 yil yolg'iz turdim. Balam, nimanch g'araz uqmaysan? Sen nayda qolsang, keyningdan ko'chib kirib, mashinchilikni shu yerda qilmamdim. Ajab ta'tirlik qilyapsan ha. Ma'qul ana. Deganingdek bo'lsin. Nayiga taqsim qilsa, shu yerda qolay. Shunday qil. Qarang, sizga o'xshash seriq nastirdi. Ma, sizga beray. Menikidan baka. Sabiyaga beray? Yo'q, o'zim yeyman. Ustam, lag'mandan birni. Ma'qul. Voy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom. Chiqma. O'tiraveringlar. Bo'ldi. Men yerda o'tiray. Qanday? Xizmat taqsimotlariga uqtilarmi? Yo'q. Sizlarni shaharga bilibdi. Sizni-chi? Meni yeziq bilibdi. Ustam, lag'mat pishdimi yo? Mana hozir. Endi bu Ma'rif idorasiga berib boqsak qanday bo'ladi? Nima ish qilib bo'lmaydi ekan? Bizni cho'nyak bo'lib o'tmagan tursa. endi qanday qilamiz adash? Ularni shaharga bilib etsa,
Ularning ishi qanday bo'lib ketdi? Shu emasmi? Qara, ular chiqdi. Qanday bo'ldi? Qanday bo'ldi? Bo'lib bo'ldiq deydi shu. Eng yaxshisi hokimning yana berib tapaqaylimiki. Hokim albatta o'z kadrlarining gapini to'g'ri topadi. Eng yaxshisi bir ish gapini o'tkazib etib, ondan iltimos qilsak bo'larmikin? Yo'q. Hozirla berib hokimga arz qilaylik. Shunday qilaylik. Juringlar. Kiring. Yaxshimisiz? Ishinglar olibdi qizdiram. Yaxshimisiz? Sizga arz qilib kirgandim. Ha, o'tiringlar. Ha, dag'la. Maktabda o'qiyotgan vaqtimizda o'z yuzimizda ishlash orzuyimiz botdi, lekin bizni shaharga bo'lib qo'yibdi. Shung sizning yaningizga arz qilib kirgan. Yuzimiz bizga ehtiyojli edi. Bo'ladi qizdiram. Telefonlarni qo'llayman. 20 soatdan keyin ma'rif bo'limiga beringlar. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Ana, kechdi sizga cho'chir etib beraymi? Rahmat qizim. Sizning baqqingiz. Rahmat sizga. Arzimaydi. Manzira degan saboqdashimning to'yi ekan. Qizlar o'ltirishiga qadr yashkimizni chaqiribdi. Boramizlar? Ha, boramiz. Biz yaqin o'tdik. Atibasaq, o'g'illik yenib chiqamiz. Sana deydigan gapim bor-da, qizim. Degina ana anglay. Baş ağırtılğanlar çıqqal turdi. Helidan 3 ga yetdi. Pa, qizimning bozor chiqiltiribdi-da. Satkab qolmagan qizim. Qizim kichik, ya bo'lmasa besh vag'ilni bo'lgan deb yo'lga selib atmamsan. Yeli quchaylan kimlarkan deb atmamsan. Birisi Sodiq Axunning o'g'li Sheribjon, yana birisi Yemitdingning o'g'li Varisjon. Ishkilisi dehqon bo'lg'ashqa yolg'on so'zlab yo'lga selib atdim qizim. Yana birisi-chi? Gulbanimning o'g'li Maqsud. O yezigilik maktabini tugatgili 2 yil bo'pti. Nahida dehqonchilik bo'limidimi ish qilib bir yerda ishlaydi ekan. Ularga nima dedim? O'ylashib baqayli dedim. Seni bildigansan qizim. Maqsudning yolg'iz opasi bir singlisli bor. Ma'qul desang, nayda uy tutib bergidek. Opam yolg'iz desang, Maqsud qismini go'ngshiga yo'tkab keladi ekan. Qanday bo'lamdi? Xudo kelsa qizimning besh bag'ini bo'ptikan deb yo'lga selib atgan. Bag'aqni epman Qadriyaning uyiga berib kelay.
Endi tushundim. Qadriya. Voy, ada Sabiha qanday ahvoli? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bag'aqqa kelgandim. Kimning bag'aqqa? Manziraning-chi. Bizning sinfnikimi? Shu bo'lmay kim bo'ladi? Boramdiq? Albatta boramiz-da. Ular deb qo'yib manamdi. Deb qo'ysak deb qo'yaylik. Xapab qolmasin yana. Opam o'qib qolmasin. Opamga deb qo'yib mangayli. Opa biz teshib chiqib kiraylar. Bugun ko'rishayli degan qirg'anda at shanba bir yak bor ekansiz-da. To'g'ri topdingiz. Barimiz sizlarning ruxsat ag'il keldik. Bizdanmi? Albatta sizlardan. Nima ko'rsizlar? Shaharda bir saboqdishimizning to'yi bo'ladi. Sizlarni bag'izmas huquqi texa bizga o'tmadi-ku, ha? Bizni tashlab qo'ydi ekansizlar-da. To'yning xo'shalligidan azroq og'ash chiqsanglar, bizmi ilhomlanib turmamiz. Hozircha ilhomlanmay turinglar. Nima ishqa? U chaqda to'y qilishga aldirib ketamiz. Endi to'yni qilyapman-doq. Zamondan ular to'yga ketib, ajabmi zirik to'qalash. Kechda qaytib kelsa, to'qayliqqa berib, aynib kelaylik. Teksikmi? Sabiha bormi? Yo'q. Sabihaning opasi meni qachonlik ko'rsa so'q muomala qiladi. Yo, Sabihani izlayversam, ochiq kelyapti qanday? To'xta. Ha? Gulzarxon degan beshamning qizi bilan qarab aralashgan. Ko'chada har xil gap so'zlar bo'lib ketibdi. Anladingmi? Bu nima alametdi? Ikkimiz o'xshash ishga duch ketdimiz. Menga Qadriyani opasi ochiqchira ashmaydi. Akamo lavbuni qiziga yaqinlashma, bekor avor bo'lsan deydi. To'g'ri. Nimandaq o'xshash ishlar bu? Undaq bo'lsa, Sabiyaning opasi bizdan jur'atligimizni anglabdi-da. Men mushu gapni daydab turibdim. Ular qizlarini bizga berishga unamaydi. Chunki ular qodir, biz degan dehqon. Hamma ota-onalar bolalarini muhtojlik ko'may, bayashab turmush kechirishini o'ylaydi. Bizning muhabbatimiz bilan nima qari? Amsa ularning xavri yo'qmi-da? Ularning ro'yi oldida qilcha o'zgarishi yo'q. Burun qandoq bo'lgan bo'lsa, hozirmi shundaq? Qizlarimiz to'g'ri xil gaplarni anglayapman. Sizlar anglagan bo'lishlari mumkin, ha? Yo'q, hech qanday gap anglamadim. Rost anglamadimmi? Gulzorxon, rostil anglamadim. Sizlar biror gap anglagan o'xshamadilar. Menga bir dafasizlar. Qadriya zamonda bilan bizning Sabiha Nurzat bilan yurib o'tib deb anglagan yolg'onmikin deb shuribdiman. Lekin rostgan emasmi? Oy xudoyim. Bu nima degan sachilik? Men endi qandoqmi qilaman? Gulzorxon, elning og'zi chiqib qopti. Sizlar anglab baxmablar-da. Yo'q. Qilch xabarim yo'q. Qanday qilamiz ma aqlsizlarni? Shurib ayrilib ketish.
Hazır adetlik iş yok kaldı. Balalar ihtaylı. Oy Allah. Münasebetini üssün. Silimi gep kızlar. Men mi gep qalay? Ula münasebetini üssün. Biz mi ihir almaylı? Boladı. Silimi omdarak nasihat kızlar. Men mi şunda qılay? Bolmaz xalq alamaldı satamaz. Şu emas mı? Bir iş bilen kirgen midiniz kızım. Özleri bilen birden paranlaşıp çıkay dep kirgendim. Nemi demekçi boğallığınızı men bilemen. Siz mahallemizde abroyluk okutkuçi. Kişiler sizden eyminip eytamağan da bolam. Men mu anlığan. Bırak sizge eytiş qıp eytinanmadım. Gep degenning rasyalığını ba. Yalgan bop qalsa, men yalgan gep tapqan bolmay dep oyladım. Qandaqlı bolmuşsun ularning yürüvatqan rası oldu. Aysxan ana, əmdi qadriyan zamandından men dep yandırğınım yaxşımı, yoki sil degenleri yaxşımı? Qıgan gep balığı juxsu boludu. Men desem anlığanını deymen. Siz deysiniz kögenni beşinizden ötkenni deysiz. Şoңlashqı sizning degeniniz qadriyanni cho'nqurroq o'yga salamikin, ta'sirlantiralamikin deyman ha bolam. Qani, chayga beqma. Elan. Men chiqib qarab boqay. Bo'ldi qizim, tamog'ingizni yeng. O'zim chiqay. Assalomu alaykum. Qadriya bormi? Uyda yo'q. Kechidimi aramoq uzmag'an odamni? Opa, kimken? Zamonidankan. Hey, bo'ldi tamog'ingizni tez yeng. Mening sizga deydigan gapim bor. Men sizdan bir gap so'rayman qizim. Menga cho'qim rost gap qiling. Bugun yolg'on gap qilsangiz, erta yoki o'yin cho'qim rost gap qilsiz. So'ra ana. Siz zamondan bilan jirvatamsiz? Onun bilan bo'lgan munosabatingizni o'zing, hozirning o'zini o'zing qizim. Orada nimish bo'lganligini siz bilmaysiz. Qizim, hamma gunoh menda. Men sizga burunroq degan bo'lsam, bo'pti-kan. Demagan gunoh menda. Men zamondinning aksi Qadirdan bilan birga ishlagan. O chaqda siz kichik edingiz. Biz birga o'qituvchilik qilgan. Dastlabda maktab mudiri uni menga qo'shib qo'ygan edi. Darsga tayyorlik qilishdan tortib, topshiriqlarni ishlatguchi bo'lgan ishlarni uningga o'rgatdim. O meningdan o'rganib dars o'tib yurdi. Bir kun tuyuqsiz o xotinni qo'yibdi. Men nemish qo'yibdingiz desam, o to'g'midi dedi. Men bunda qilganingiz to'g'ri bo'lmabdi. Ayolingiz nayt yaxshi ayol edi dedim. Kunlarning o'tishi bilan o menga to'y qilish talabini qo'ydi. Men taklifini rad qilib unmadim. Bir kuni kechida uyga kirib manzurlik qilmoqchi bo'lib edi. O chaqda sen uxlab o'tding. Chiqib ketding. Omuz vaqirab kishilarni uyg'otaman deb bir ko'chat urdim. O chiqib ketdi. Istiltiz sharkit boshlanganda o menga ma'lumlarning oldida fikr bergan bo'lib tuhmat qilishga o'tdi. O shunda qarko'ngil vijdonsiz odamkan qizim hayron qoldik tuhmatlarni qildi. Qanday tuhmat qildi degina? Men ayolimni qo'yib aytgandan keyin o meni e'lon deb yolvorib kenim kirib olgan. O buzu xotin tursa onu qanday qalaman? O yüzü boshliq bilan o'ynaydi, shahardan chiqqan yosh bolalar bilan o'ynaydi deb menga tuhmat qildi. Bir qatim yüzü boshliq uyga kirgan, men uning niyatining tursa emasligini bilib, bundan keyin bizning uyga kirmang deb uni chiqarib aytgan. O ikkinchilab kirmagan. Avut akangiz shahardan 3 qatim yo'qlab chiqibdi ekan. O chaqlarda 14-15 yoshlik bola edi. Ko'rdingizmi, qamirdanning ko'ngli nima degan qara qizim. Canım apa.
turganda shahargami, noyigimi ep qolayli desa unimay, paypaslab yeziq chiqishingni gap borkan, ha? Seni yolg'iz tashlab qo'yib shaharga qasam qandoq bo'ladi? O bir bana. Qo'yayma anamning gapini. Maktab mudiri yeziga qaytib kelinglar, o'z ini sing'illaringlar sizlarni to'rt ko'zi bilan kutyotdi degan. Sangmi debdikan-ku? Ha, kutyotqining bor ekan. Shuning o'latilishing qaramay chiqibdi ekansan, ha? Ay, musha anamniza. Koshki tuzugrak odamni topsang-chu qizim. Paytimizni ta'tir yo'gaydigan dehqonni topqicha. Dehqon odam emaskanda? Yalang oyoq, top kechib yurgan bir nimalar qandoqmi sen bilan tang bo'la oladi? O'zingga o'xshash xizmatchi topsang bo'lmasmidi, qizim? Xizmatchi, kadr bo'lsa yaxshi odam, dehqon bo'lsa eski odam deydigan qoida tizim bormi ekan? Biz kimning balchaqisi degina? Sen ashu qora qo'saqlarning xilimi? Qora qo'saq bo'lamdi, oq ko'ngil bo'lamdi. Ko'nglimga kim yaxsa, shu meni xilim. Rost gapni aytay. Nurzat bilan bo'lgan munosabatingni qat'iy uzmasang bo'lmaydi. Qaraysan-ku. Buning sababini sen deb beray. Anglasang, pushaymon qilmaysan. Jim o'ltirib angla qizim. Kichik onang Gulshodaxonni burun Nurzatning dadasi G'o'jambadi oxan. Lekin u intayin kullamchi odam ekan. Kullamchi bo'lgandimi, intayin odam ishonchsiz kullamchi ekan. Ishik oldidan yo'tlib o'ssimi, uyi qarab qo'ysimi, sen sharat qilmasang bizning uyga qaramdi deb kichik opani qiynab urib, hech holni qo'ymadi. Badallarning ko'p tushimiga yelir qolmadi. Ko'zdan yosh qurmadi. Chidamay oxir menmi aralashdim. Tutqudek isboti bo'lmasimi, Gulshodaxonnimi mening bo'zaq qildi. Sen buzuq, singlingga yon besyapsan deb. Senmi buzuq deb jamoat oldida qattiq ahonatlarni qildi. Men mutilladim. U meni urg'il jugaganda ko'pchilik tutib oldi. Qizlarda so'roqchi yo'qmidi ana? Umid hamning shuncha yo'lsizlikqa qarab turdinglarmi? Biz ojiz banda tursak, qo'limizdan nima keladi, qizi? Bo'ldi jinim ana, shig'lima, men hammani tushundim. Men deb emas, yaxshi yomonni farq qila olayman. Seningmi, kichik onamning g'ururini Hargizmi, yaga urmayman ana. Jinim qizi. U yoqqarsa apa, bu yoqqarsa ular qanday qilamiz? Qanday qilib to'qadash, ularga ayrilib ketaylik demakdan boshqa amal yo'q. Undaq bo'lsa, ularga haqiqiy ahvolni deylik. Eng yaxshisi ularning ko'zi ko'rinmayli. Demsa qanday bo'ladi? Shunday qilmoqdan boshqa amal yo'q adash. Gulzarxon degan besham xotin menga tuhmat qilib, xalq olam oldida mening yuzimni to'kkan. Uning qizini men senga appamayman juma. Degan qariz xotin o'z vaqtida mening yuzimni to'kkan. U xotinni ko'rsam chiroyli tukir qo'ygim keladi. Endi sen o xotinning qizini olmaysan, hargiz appamayman. Men seni ming tashlab beqib cho'ng qildim. Endi gapimni anglamsan, anglamamsan, korim yo'q. Qanday tushuntirsak bo'lar? Ko'nglim bek yerim bo'lib ketdi. Tushunasizmi? Qanday qilamiz? Nima desak bo'lar? Qara.
Meni ishlarni sizlar anglagan o'xshaysizlar. Bizga ish chaqirtadigan odam yo'q o'xshaydi. Bu ishlarni yurakda saqaymas ziyorlarni paydo qildiganligini beshiq kelgan odam biladi. Güllab bo'raklab ichilaydiganda tuyuqsiz judin kelib, uni buzib etgandek. Koni adovatlar sof samimiy muhabbatimizni nobud qilyotdi. Buni kimmi o'ylagan? Bundaq dardga chidash osonmi? Ata-onamizni rozi qilmoqchi bo'lyapmiz. Ular endi munosabatimizdan gumonlanib qolmaslik uchun bir-birimiz bilan salomlashmay o'tib ketamiz. Yo'q, bir-birimizni ko'rganda salomlashmay, gapni qilmay o'tib ketadigan bu emas. Gaplashganning foydasi yo'q. Bir-birimizni unutib ketishga tirishishimiz kerak. Gaplashmasak dard ustiga dard bo'ladi. Endi shunda qilmaymi, amal yo'q. Siz meni ko'chalarda ko'rganda gap qilmay o'tib ketamsiz. Siz nima desangiz shu. Şundaq bolsunmu, yalğız yigani 100 yıl yaşagandan, cüpti bilen bir gün yaşagan əvzəl degan gap ba balam. Hazır bilmeysiz, qadriyan yatlı qıp bolğandan keyin qattiq pushaymanda qalasiz. Mana men erimden 40 yaşımdil tul qalgan. Şu çağda neçə yerden layiqlar çıktı. Ballarning oldida sat bo'lmasin deb unumapti men. Siz öz qizimdek bo'g'ashqi bu gaplarni qilib beryapman qizim. Agar shu chaqda to'y qilgan bo'lsalaring, bollarni ig'ramasdi. Voy, nima deydigansiz qizim? Hammasining qozini o'zi bilan ekan. Eg'ir kep ketadiganini Ballar sizni ko'ngildagidek emas, odatdagidekmi boqolmaydi ekan. O'g'limning uyida turdim. Kelinim bir haftagacha voy dedi. Bara-bara ishqi bo'yraydigan bo'ldi. Anglitib turib, qizining uyida tursimi bo'ladi deb ko'tildi dedi. Qizlarimning uyidami turib baxtim. Kuyovg'ilning oldida qo'rnib qoldi ekanmiz. O'z qizingiz bo'lsa-mu, ko'nglingiz tatadigan narsani etib yemaydi ekansiz. Ko'zining ichiga, tishining iqi qaraydigan ish ekan. Qizlarimning oldida-mu ishonchli turamadim. Bir ona 10 bolani boqalaydi ekan, 10 bola bir onani boqolmaydi ekan bolam. Ko'ngillarni yerim qilmaslar cho'ng ona. Ko'nila o'z uyimning xo'shligi, putqo'limning bo'shligi deb rost debdi ekan. Biri erning peshini tutib, shuningga tekkan bo'lsam, buncha ola tatqılıqnım tatmas edim. Ballarning oldida buxar bo'lmasdim bolam. Ko'ngillarni yerim qilmaslar cho'ng. Bu yerda o'ltirib ketibsan-ku. Ha, o'ltirdim. Tushlikcha biznikida ishkim opam shahar kirib ketdi. Paranglashayli ichimga dard toshib ketdi. Men hozir ketaveray, bolamdi. 3 soatlik darsimni o'tib etib, keyningdan boray adash. Ma'qulamsan? Xo'sh. Xo'sh. Sabiha. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingizchi. Ko'rinmaysiz-ku. O'zingiz qechib yursangiz meni qanday ko'radingiz? Ko'rishib yurgunimizdan, ko'rishmay yurgunimiz yaxshimikin deb. Amsi yotlashib ketadi ekanmiz-da. Qanday qilib ketadiganimizni bilmayman. Ish qilib, jipi uzilgan laglakka o'xshab qoldim. Nega men qandingiz? Uyga. Ha. Darsingiz yo'qmidi? Bo'lsa-mu, o'tkim kelmaydi.
Sabiha, Keldingmi? nem bo'lding adash? Yig'ladingmi? Ko'zlaring yoshqu. Yo'lda Nurzatni ko'rdim. Tas qoldim. O'zimni aytib Nim deydi? Nim deydi? Men yeb o'zilgandagidek bo'lib qoldim deydi. Ras, hammamiz shunday bo'lib qoldik. Har qanday qudratli kuchmi bizni ayirib etmaydi. Faqat o'limni ayirib etaydi deb o'ylaydim. To'g'ri deyman. Mana tirik turibla ayrildik. Biz Luqman haqimdek 1000 yil yashamaymiz-ku. Mush qisqagina umrimizni rozi qilib muhabbatimizning lazzatini tetsak, sevgi huzurini sezib yatsak bo'lmasmidi? Hayotdan kim rozi bo'lganda deyman. Xudo bizni mushuncha qaqshatguncha yaratmasli bo'lmamdi. Ruhsiz ko'rinasan-ku. Tunigan Sabihani ko'rdim. Undan qarab o'zim bir tarafga qilib, uning ichim og'rib ketdi. O tugishib ketibdi. Ne bo'ldim? Mushundaqmi qizib ketgan bormi? Astag'firullah. Endi qanday qilaman? Tene sal ajizlab qopdi. Buningdan keyin ko'p o'ylamasin. Men uningga bir qancha xil dorini yezib berdim. Vaqt-vaqtida ishpasin. Yaxshiroq demasin. Rahmat. Oyjon. Nim bo'ldi? Bir yildir og'riyotamdi. Yani shu kon kesal, yuragim og'riyapti. Eg'irlik qilmay vaqtida doktorga ko'rinib baxsli bo'ladi. Bir ish bo'lib qolmasin yana. Kerak yo'q. Dori yevasam saqib qolamiz. Salomat bo'lsangiz ishlayalaysiz. Eng yaxshi doktorga ko'rinib beqing. Mening jo'sim shunda qislar. Ma'qul. Adash, Nurzatning uyiga berib, uni ko'rib kelaymikin? Ixtiyoring adash. Men zamonda bilan qachon ko'rishaman? Men menga beray. Hozir berib uning bilan ko'rishib kelay. Bak ko'gim kelib ketdi. Shundaq qilgin. Kiraymi, kirmaymi? Teshik Sabiha. Yürü, oyoq berib o'tiraylik. Nimandaq yo'qab ketsiz, odamdan qochib. Men qochibdimanmi? O'ta yo'lingizni saqlasam kamidingiz. Maktabingizga bordim, darsda dedi. O'zingiz-chi? Tas qoldim, u dunyoga ketgili. Anladım. Yo'qlab boray deb shuncha tipirladim, lekin opangizni qo'llab ketamdikin deb ansirdim. Bir og'riqni yo'qlab kelsa, odam tugul hayvonmi xo'shal bo'ladi. Ha? Qanda qiz bola bu? O'g'lonni izlaydigan. Tegidiganga atib bilmaganday.
Ha, qanday qiz bola bu? O'g'lon izlaydigan. Yigitganga ahdib bilmagandek. Sabiha, o'ltirib ketibsan bo'l. Nim bo'lding adash? Nim bo'ldi? Nima qiziqlaysan? Nim bo'ldi adash, gap qila. Onun bilan ko'rishdingmi? Ko'rishdim. Dadasining achchig'i bek yomonkan. U meni tillab ketdi. Yig'lama adash bo'ldi. Yig'lama. Men mangaymikin adash. Uyingda nemish bor? O'ltira. Sen bo'lmasang ichim pushib ketadi ekan. Kech bo'lib ketdi, ilimjiq o'ltirdim adash. Ko'ngillik chaqlarni so'zligini. Boyatdan so'zlashdik-ku. Nurzat Samandinlar bilan o'ynagan chaqlarni tavatdiman. U chaqlarni so'zlab nima qilamiz? Anlag'im kelib turibdi. Ular bilan to'qayliqlarda tushgan. Ularning quchoqlariga beshimizni qo'ygan edik. İşcanın bunchalik kuchli ekanligini bilmabdiman adash. Bizni butun yurtni tashlab ketamsiz. Unda qilmang zamonidan. Men ko'p o'ylandim. Oxiri ketish qaroriga keldim. Nimalarni o'ylagansiz? Men xayolingizga kirib chiqmabdi menda. Endi meni ko'rib nima qilasiz? Ko'rib turmamdim. Endi foydasi yo'q. Bah, Azobimni texmo ig'irlasin demsiz? yeniklasin deyman. Nurzatdan anlasam demayli ketmoqchi ekansiz. Undaq emas. Yuragimiz chidaydi ekanda. Men sizning bunchalik bag'irtash ekanligingizni bilmabdiman. Avval gapimni anglang. Men siz bilan ko'rishmoqchi edim. Ati menga degan kuni kechda ko'rishay degan. Qo'shilishib ketganim yaxshi deb o'ylagan. Bo'pti. Ketang. Kishilar qachon armoniga yetgan? Men endi akam bilan hargiz turmayman. Boshqalardan burunqi ishlarning haqiqiy ahvolini uqdim. Bizni ayrilib ketishimizga sabab bo'lgan odam, ko'ni adovatning paydo bo'lishiga butunlay akam sababchi bo'lgan ekan. Hamma gunoh akamda ekan. Bu gaplarni mangdigan chog'da aytmoqchi edim, lekin hozir fursat kelib qoldi. Shunday qilib bizni tashlab ketamsiz. Qachon bo'lasiz? Yana bir hafta bor. Undaq bo'lsa siz mangdiganda uzitib qo'ysam-ku bo'lar. Bo'ldi, avar bo'lmang. Nurzat uzitib qo'ysili bo'ldi. Haras. Sabiha yana yetib qoldi. Bu qitim holi o'rsalroq, kesil xeli badaq qiladi. Yo'qlab qo'yasiz. Ansirmang. Uni cho'qim yo'qlab boraman. Xo'sh, men mangdim. Assalomu alaykum adash. Teshikma. Sabiha yana og'rib qopti. Uqdingmi? Men bu ish uchun seni izlaydigan adash. Uni yo'qlab qo'yaylik. Ha, shuna qilaylik. Apsi qarshi olmasa yoki qo'g'livasiz-chi? Bo'pti adash. Berib yo'qlab kelaylik. Sana aytgan bir gap bor edi. Nima gap? Uni og'rib qolishiga dadam sababchi. Nima ishqa dadam sababchi?
Ayrılıp ketkenimizge chidamay Sabiha meni izlab kepti ekan. Ikkimiz paranglashib o'tirganda dadam kirib qilib, Sabihaga nihoyat qattiq gap qildi. Sabihaning uydan qanday chiqib ketganligini bilmayman. Sabihaga dadamning degan gaplar ig'ir kelganga. Bichora texi yaqindala doktorxonadan chiqqan edi. Sening akangmi, mening dadammi toz yaxshi qilmabdi ekan adash. Ularning apillari to'g'ri debdi ekan. Yur adash, aylanib kelaylik. Bo'pti. Yur. Yur. Bo'ldi ishmi? İşmesang yaxshilanmaysa qizim. Assalomu alaykum. Qandaqroq tursan adash? Kelsizlar, kelinglar. Qandaq ahvollar? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Ustiga chiqsizlar. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingmi? Hali yaxshi. Qandaqroq tursiz qizim? Yaxshi. Doktorga apadinglarmi? Apadim. Doktorlar yataqda yetib davolansin desa unimadi. Gap qilsam, Unmay aparayli. Qizni yondirdigan to'g'ri ekan. 4-5 kundan yoki o'xshashib turdi. Qanday Qiz pek shuqurmi? Shundaq. Doktorga aparayli undaq bo'lsa. Unda qilsang bo'lmaydi. Doktorxonada yetib davolangin. Yotsang yetaversin. Doktorxonaga bormasang bo'lmaydi. Qizitimiz tushmabdi. Qanday qilamiz endi? Vaqtni o'tkazmay, bugunla doktorga aparayli. Ma'qul degan adash. Doktorga bormasang bo'lmaydi. Mening doktorga bag'im yo'q. Doktorxonaga borsa qat'iy bo'lmaydi jimo. Gulzarxon. Bu bolamsa. Qizim, gapimizni anglab, doktorxonaga bering. Mening bag'im yo'q. Ma'qul da qizim. Adash, sal tamkinroq bo'lgin. Sabihaga ig'ir kelsin, ha? Abla, tushunki mening darsim bor edi. Men mang'ash turay. Ma'qul emsa. Men berib mashina kelay. Qadriya bo'lgandikin. Adash yurgimsab ketib bordi. Men bog'u, qo'rqmag'ina. Mana. Ansirma, ma'qulmi? Adash boshda sen manga. Mang'ina. Sen mangina. Ansirmay bo'la, mang'ina. Adash opis chiqyotdi qarg'ina. Asta. Yur. Gulzarxon, bu qizga ko'z tekkandek bir ish bo'ldi jimo. Shunday. Bir ondan saqlab turadi. Hey, Yur, endi kiraylik. Yur. Qanday ahvolinglar? Keldinglarmi? Bo'ldi, qo'zg'alma. Yetavering. Ahvoli qandayroq? Qizitimiz yonmayotdi. Bo'ldi, yetavering. Nimandaq yo'qab ketsiz. Men bor. Qaqaqlab bir kulgan bo'lsangiz, badaningizdagi kasalning hammasi chiqib ketadi. Siz bizni tashlab qo'yib, yurtdan chiqib ketamsiz. Shunda xo'p qoldi. Qanday ahvollar? Qanday ahvolingiz? Mashina keldim, doktorxonaga boraylik.
qilsin. Mayli, ma'qul. Biz keyin kelamiz. Qo'lingizni chanjimang. Yata qoldimi? Ha, oldi. Qandaqroq? Shu bir xilla turdi-ku. Assalomu alaykum. Nima deb kelgandi? Keling, o'tiring. Xo'sh bo'ldi. Men aldirashli kelgan edim. Sizga bir gapni deb qo'yay deb. Labuvada ayni vaqtda akam sizga kechirgisiz tuhmatlarni chaplab ekan. Akam ishqonlarning o'tirsidagi adovatda butunlay akam sababchi ekan. Men buningdan nihoyat xijil. Buning uchun men sizdan kechirim so'rayman. Bizni kechirib eting. Xo'sh, men ketdim. Tova. Aksning askiligini, fukusning obdalligini qara. Bundoq azob chekib yurgichi. Burunroq o'lib ketsam bo'lmasmidi? Xo'sh adash, o'zini obdan asra. Sen o'zini asra. Beribla xat yozib o'tgan. Ma'qul, cho'qim yozaman. Ha. Ma'qul, xo'sh adash. Xo'sh. Yo'l olsin. Unda qilma bola. Ozroq bo'lsin taroq yegin. Yegin yo'q. Nima yeywa? Sho'rpa kremiya. Qandaq ahvollar? Oy, qizim, qanday ahvolsiz? Sil berib uyning ishlarini qilyapsizlar. Sabihaga men qarab turay. Ma'qul qizim. Adash, bugun qanaqroq tursan? Xeyli yaxshi. Bu yerga chiqing. Singlim, ko'rib turibsiz. Do'stingizning ahvoli yaxshi emas. Ayting, birada bormi? Ha. Muhabbatdadimi? Shundaq. Sezgilim to'g'ri chiqdi. Do'stingizning ro'y holati yaxshi emas. O'zida yaxshi bo'lib ketaman deydigan ishonch umid yo'q. Undaq bo'lsa, yaxshi bo'lamaydi. Shu darddan qutuldirg'ili bo'lmasmi? Doktor nima deydi? Nima deydi adash? Do'stingizga gap qiling, qayg'urmasin. O'ziga ishonsin. Umidlar bo'lsin. Boshqa hech qanday ishni o'ylamasin deydi. Samondan xat keldimi? Xat kelmay ichim bek titillab ketadi. Xat yozman degan edi. Ha, berib yozman degan. Mana 2 hafta bo'ldi, bir parcham xati yo'q. Mana degan chaqda Nursatga bir qancha gap qildi ekan. Nima debdi? Qarmayga berib akamg'im Qadriyagim xat yozma. Qadriyaga xat yozsam, uni yozadi. Bo'ldi adash. Har xil bo'lmagan xiyollarni kallangdan chiqarib. Hech kimni o'ylamasang, opangni o'ylagin. Mendagi og'riqni doktor baribir saqaytirmaydi. Mening hamma a'zoyim sog' tursa. Yurgin saqma. Ro'yi yari bo'lmas deyotganga. O'qi saqinga saqayib qiladigan ish nada bor ekan? To'qayliqlar qanday bo'lib ketgan? Chiroyli bo'lib ketgandi. Sen badamla Nega yurib bormi? hozir daryo suvlar suzilib ketdi deyman. Bultur tosi o'ynagan. Bo'ldi, unda
yalan qilmag'ini. Meni qo'llari usiq silib to'qayliqlarga apaqsaq bo'pti ekan. Məni ehtizlarni ko'rib olsam, seni üzüldürmey davolamazsan. Bir kun to'xtatqanqa nima bo'ladi? Doktor hergiz unmaydi. Davolaymiz deb turib olamiki. Doktorlar davo bilsa bir tip. Ondaq demək faydası bo'ladi adaş. Yaxshi bo'lib ketsin. 2 kundan aparay desam ham yo'q. Quruq gap qilma. Ma'qul do'stim. Rost gapni qilsam, yana mushundaq gap qilgan bo'lsam, men yanada turmayman, jumon. Men ketaman. Ma'qul. Rost gapni qilsam, qulog'imga kirmaydi ekan. Yaxshimisiz? Mursat, endi meni unutib ketdi. Nima gaplar qilasiz? Undaq gaplarni deyichi bo'lma. Ma'qul. Ko'zimizdan yosh eqishni ko'rgim yo'q. Dunyodan ishg'ilmay o'tdim. Bu dunyoga kelgan odam u dunyoga ketgicha qattiq so'qlarni nurg'un deb bolalarga duch keladi ekan. Unga bardoshlik berolmaydiganlarga jiq ekan. Sarlanish, umidsizlanish, eng yomon illat. Uni yengmaydigan narsa yo'qmi? Bor, menda bor. U nima? Chidam, iroda. Menda bu ishga fazilat yo'q ekan. Sizda bo'lsa ishladim. Yo'q bo'lsa yetildir. Ma'qul. Cho'qib yetildirdi. Bo'ldi, shig'ilma. Shig'ilmay desam, ixtiyorim emas. Sizni bir ishqi bo'ylab qilib berasiz. Qanida? Cho'qib bering. Chidam, mama to'y ko'ylak akab berasiz. Mush yerimi bog'im. Yo'q, hech kim kelgan yemisni keldim bor. Cho'qib o'rimchidni akab beraman. Bo'ldi. Men yugurlamoqman. Qaytib kelgicha ilib kelsam bo'ladi. Mau ko'ylakni qancha puldan sotdinglar? 600 yen. Maviyatdagi qizni qaysi yerda qo'yib ketdi? Kechiring, u qiz tugab ketdi. Nima? Tugab ketdi?
Sabiha, men tushundim. Siz meni Urumchiga qasddan ketkizib ketgansiz. O'zingizning o'limini meni ko'rmasin deb tikansiz. Siz burundan mening azob chekishimni faqat xohlamayapsiz. Men yig'lamayman. Bundan keyin hargiz yig'lamayman. Maqara. Men tuproq beshingizda yig'lamay o'ltiryapman. Qara. Men yig'labdimanmi? Yo'q. Yig'lamayman. Endi hech qanday qiz bilan muhabbatlashmayman. To'ymi qilmayman. Bir umr sizning tuproq beshingizda yo'qlayman. Oy, Mirza. Qanaqa qilyapsiz? Ko'rinmaysiz-ku. Ko'proq uyingizda bo'lyapman. Nereden kelyapsiz? Qabristonlikdan. Sabiyani unutmoqchisiz-da. Qanday unutqili bo'ladi? Har kuni yo'qlab turyapman. Beshidan kagim yo'q. Bo'ldi, Mirza. Ko'nglingizni yerim qilmang. Taqdirimiz shunday o'xshaydi. Xo'sh, nima? Ой, бешем. Ой, бешем. Apa, ne oldu? Apa, ne oldu? Kızım aç apa. Apa, ne oldu? Kızım aç dedim apa. Dedim apa, ne oldu sen?
Aman kızım. Ko'nglimizni buzma. Taqdir degan mushundoq rahimsizki. Opamiz bo'lmasa, yanimizda nima bor bola? Ko'nglimizni buzma. Yig'lama bola, yig'lama. Ko'nglimizni hargiz yerim qilma. Men bayim bo'lsa bola. İnsan kıldı başıdı durgan ana emasın hayat zeneti insan kıldı başıdı durgan ana emasın çeklep zümmetli kutlap hürmetli baş bulup durgan ana emasmı ey ana aziz anam baş kekip salam yollayman sana baxtimga yüz yaşa ey ana aziz anam baş kekip salam yollayman sana Baxtimga yüz yaşa Tartqizmayasın Bermasdin pulsan Chak uyub turgan Ana emasın Tartqizmayasın Bermasdin pulsan Chak uyub turgan Ana emasmın Yaman qag'ilgan Yaxshiga da'vat qilg'uchi aziz Ana emasmın Ey ana aziz anam Baş kekip salam Yollayman sana Baxtimga yüz yaşa Ey ana aziz anam Baş kekip salam Yollayman sana Baxtimga yüz yaşa Sabiha, ben hazır sınav yenağızda oldurttum. Hayat degen adamın başındaq ta'tir qiynaydi ekan. Ya ölüm ikki odamga teng kelmaydi ekan. Siz ketgandan keyin Qadriyaning opsim ketdi. Bechora tikandek yolg'izlik qoldi. Zamondan bilan ko'rishgili bo'lgan bo'lsa, uni qaytirib akilib, ikkisining to'yini qilib qo'yaylik degan edi. Biroq u ish mening qo'limdan kelarmikin tam bilmadim. Zamondan xat kelishini to'rt ko'zim bilan kutyapman. Uning adresini bilgan bo'lsam, berib akilatdim. O'lib ayrilganga amal yo'q ekan. Tiriklar bo'lsa-mu murodiga yetsin deb o'ylayapman. Qanday ahvolingiz? Ikkimiz ikki ruhni qo'shqa qilib ketdik-da. Yuring, qaytaylik.
içip sana hem şu dem kaçtıdı seni bir zaman Asa içip sana hem şu dem kaçtıdı seni bir zaman Ötkünlük dünya iken aldımdaki bu kemre alem Ötkünlük dünya iken aldımdaki bu kemre alem açılmazsın Açılmaz gönlümün sırrını Tütüp gider dünyadan alem Dünya, dünya bir vapa Dünya, dünya Eylesin dünya Dünya sana bakmaz hiç kaçan Olmaz sırrı insanda ayan Dünya sana bakmaz hiç kaçan Olmaz sırrı insanda ayan Öldürmeydu, bezleydu seni Nereden geldin, var sen kayan Öldürmeydu, bezleydu seni